ismim Umida. Men Massaj akademiyasida bolalar massajisti bo'lib ishlayman. Tajribamda juda ko'p kasallar bilan ishlagan bo'lsam, Xudoga shukr, lekin bironta hali shikoyat eshitmadim. Chunki Hilola opam tuz bergan programma asosida ishlaganimiz bizga ham, onajonlarga ham, bolajonlarga ham qattiq natija berib kelyapti. Bizning manzilimiz Beruniy metro bekati Huvaydo 5 da joylashgan. Sizlarni kutib qolamiz. Assalomu alaykum. Men mana qizimni Hilola akademiyasiga olib kelaman massajga. Постоянно har doim Umida opamga massaj qildiramiz. Massajimiz juda ham effekti haqiqatan yaxshi. Bu bizning 4-chi kelishimiz. Birinchi kelishning o'zida bolam 1 yosh 2 oylik yurmas edi. Birinchi kelishimiz o'zida 3-chi massajda yurib ketgan. Gidromassajlariga tushirdik. Elektroforezlarigacha qo'yib berishdi o'zligi. Shu massaj o'zida eng qulay taraflari shu. Massaj ziyoni yo'q. Hozirgacha mana kelyapmiz. Yana ham mustahkam bo'lishi uchun, qon aylanishlari, hattoki ovqat yeyishi, stimulyatsiyasi yaxshi bo'lishi uchun ham kelyapmiz. Hilola opam tuz bergan o'sha programmalari bo'yicha Umida opam ishlab beryaptilar. Bu uchun juda ham rahmat aytaman.